Birinchi yangilik shu amnistiyaga tegishli. 30-aprelgacha Rossiyada bez dokument yurgan mehnat muhojirlariga Rossiya prezidenti Vladimir Putin amnistiya qo'llagan. Bu degani shu 30-aprelgacha bez dokument yurganlar, registratsiyasi o'tib ketganlar amnistiya orqali o'z hujjatlarini tartibga keltirishga imkoniyatga ega bo'lishgan. Mana bir nechta kun oldin bir ma'lumot tarqalishi boshladi. Bu ma'lumotga binoan amnistiya yana 10-sentyabrgacha cho'zaytiriladi. Bu yangilik Qirg'izistonning Tashqi ishlar vazirligidan keldi. Albatta bu ijobiy yangilik va bu degani haligacha ham hujjatlarni tartibga keltira olmaganlar uchun bu yangi imkoniyatlar desak bo'ladi. Albatta bunday cho'zaytirishga asos bo'lganligi juda ham kam mehnat muhojirlar Rossiya bo'yicha amnistiya bilan foydalanishdi. Ko'p vaziyatlarda bunga sabab bo'lganligi o'z shu migratsiya sohasida ishlab kelayotgan bo'limlar, migratsion sentrlar shuncha odamlarga bu amnistiyaga tegishli davlat xizmatlarini ko'rsatishga imkoniyati yo'qligi bo'ldi. Buni tushunib turib, Rossiya hukumati bu amnistiyani yana bir cho'zaytirishga qaror qilishdi. Bizning kanalimizda kecha amnistiya haqida